Tongning birinchi daqiqalarida qo'lingizdagi qahva bug'lari ichra oynaga tikilib, "Xo'sh, bu ko'zlar ortida kim yashaydi o'zi?" deb o'ylaganmisiz hech? O'sha anglash hissi, mavjud ekanligingizga ishonch hosil qilish uchun diqqatni bir joyga jamlash tajribasi bu ong. Ammo ong nimaligini biz falsafiy yo ilmiy nuqtai nazardan hanuzgacha tushunganimiz yo'q va u biz uchun eng katta jumboqlardan biri bo'lib qolmoqda. Uni nimaligiga aniq javob berishga urinish go'yo tutunni qo'l bilan ushlashdek gap. Ko'p asrlardan beri faylasuflar shu masala yechimi ustida ishlab kelishadi. Dekartning mashhur "men fikrlayman, demak men borman" degan gapini hamma bilsa kerak. U ongli fikrni mavjudlikning poydevori deb e'lon qilgan edi. Lekin o'sha men nima o'zi? Dualistlar taklif qilganidek ong biologik mashinaning ichidagi ruhmi yoki materialistlarning aytishi bo'yicha murakkab miya tuzilmasining neyronlar faoliyati yuzaga keltiradigan tajribami? Faylasuf David Chalmers ongning murakkab muammosi deb atagan konsepsiyasi shunday savolni beradi. Nega va qanday qilib miyaning nam jigarrang moddasidagi jismoniy jarayonlar, shokolad ta'mini his qilish, g'amni sezish yoki ko'k rangni ko'rish kabi chuqur, turli sifatlarga ega subyektiv tajribani keltirib chiqaradi? Ong turg'un emas, u bir holatdan boshqa holatga tushib o'zgarib turadi. Masalan, meditatsiya yoki psixoaktiv moddalar hislarni kuchaytirish yoki hattoki o'zlik tuyg'usini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu holatni o'rganish bizga ong tabiatini boshqaruvchi neyronlar mexanizmlari haqida tushuncha beradi. Meditatsiya bilan shug'ullanuvchi odamlarda ko'pincha miyaning oldingi qismida e'tibor regulyatsiyasining kuchayganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, o'z-o'zini boshqarish, tiniqlik va barqarorlikni yaxshi tartibga solinganligini ko'ramiz. Xuddi shunday psixodelik moddalar miyadagi motor segregatsiyasini kamayishiga sabab bo'ladi. Ongni odatiy muvozanatdan chiqarib yuborib, rang, makon, vaqt, shakl, o'zlik kabi chegaralarni yuvib yuborishi nazoratsiz gallyutsinatsiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Ilm-fan so'nggi yillarda ba'zi bir yutuqlarga erishmoqda. Funksional magnit-rezonans tomografiyasi kabi texnologiyalar biz ongli va ongsiz holatimizda, masalan, chuqur anesteziyada bo'lganimizda miyada nimalar sodir bo'lishini ko'rsatadi. Global Workspace nazariyasi ong axborot turli miya hududlari bo'ylab keng yoyilganida sezgilar, xotira va fikr integratsiyasi orqali yuzaga keladi deb taxmin qiladi. Miyaning talamus yoki korteksning ba'zi joylari shikastlanganida ong sezilarli darajada o'zgarishi yoki hatto yo'qolishi mumkin. Bu uning biologiyada chuqur asoslarga ega ekanligini ko'rsatadi. Endi esa ko'rshapalak haqida bir o'ylab ko'ring. Nega deysizmi? Faylasuf Thomas Nagel ko'rshapalak bo'lish o'zi qanday bo'lar ekan deb atalgan kitobida quyidagicha g'oyalar haqida yozadi. Biz ko'rshapalakni tovush navigatsiyasini, miyasini, xulq-atvorini o'rganishimiz mumkin. Ammo exolokatsiya orqali dunyoda harakatlanishning subyektiv tajribasini hech qachon boshimizdan o'tkaza olmaymiz. Demakki, to'la tushunib yeta olmaymiz. Bu ongning juda shaxsiy, subyektiv tabiatga ega ekanligini anglatadi. Har bir ong faqatgina o'sha mavjudotgagina tegishli bo'lib, boshqa birov uchun yopiqdir. Rivojlangan sun'iy intellekt chinakam his-tuyg'ularni boshidan o'tkaza oladimi? Yoki faqat tashqi kuzatuvchi uchun simulyatsiyani amalga oshiradimi? Bugunimiz uchun aktual savollardan biri. Xulosa qilib aytganda, ong hanuzgacha biz uchun jumboq va sir bo'lib qolmoqda. Bir kun kelib har bir sezgi bilan bog'liq neyron aloqalarini xaritaga solarmiz ham. Lekin bu sevgining insonga bo'lgan ta'siri yoki yo'qotishning achchiqligi nega bunchalik o'tkir va kuchli his ekanligini hech qachon tushuntirmasligi mumkin. Ong bu shunchaki miyadagi bir qator funksiyalar emas. Nima bo'lganda ham ongli mavjudotligimizni qadrlash, uni tushunish kabi muhim ekanligiga ishonib qolaman.
Axir ong bu butun olamni, shu jumladan bizga ong nima ekanligini so'roqlash imkoniyatini beruvchi sifat. Ana endi sizga keyingi safar qo'lda qahva bilan oynaga termulganingizda o'ylab ko'rish uchun yanada ko'proq o'y-xayollar bor. Arzimaydi.